menda misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda aktivman juda ham, o'sha Facebookda, Instagramda, undan tashqari Telegramda deyarli bir 50% talabam bilan men muloqot qilaman. Mani Instagramga ular podpiska bo'lgan, Telegramdan xohlagan talaba xohlagan savolni yozadi, men xohlagan savolga javob beraman. Xo'p, men o'zim javob beraman. Uni hech qanaqa assistentdan boshqa erinmayman. Yuzlab talabalarning guruhlariga hisob bo'lib qo'ygan. Ularning gaplarini ko'raman, boshqa qilaman. Shunga qarab bizda hozir dekanat, zam dekanat degan tushunchalar o'tib, ofis registratori ochganmiz. Ofis registratori to'liq elektronlashtirilgan. Shu orqali muammolarning yechimiga qaratilib ketaveramiz. Bitta misol aytib beraman. Bitta talaba menga yozdi, ustoz, men ijara pulini ola olmadim deb yozdi. Siz bilyapsiz. Men u ijara pulini ola olmadim. Bu misol uchun 5,5 mingta talaba bugun menda ijara puli oladi, ijarada yashagan uchun. Buni ham hurmatli prezidentimiz qilib bergan. Talaba ijarada yashasa, ijara shartnomasi qilsa, ijara shartnoma qilgan odamga налоговыйdan lьгота berilgan. U jon deb universitet bilan kelib shartnoma talabangizni bering dedi. Ijara shartnomasini bizga ko'rsatsa, biz shartnomani tizimga kiritish bilan unga ijara puli tushadi. Qizi ijara tushmay qoldi dedi. Uni mas'ullarga sirasi topshirib berdim. U ko'rdi, ko'rsa, elektron billing tizimiga kiritishda hujjatida kamchilik bo'lgan. Hujjatini kamchiligini to'g'riladi. U hech qayerga kelmasdan o'sha telefonda yozgan narsa uchun 1,5 soat ichida ijara puli tushdi.